Aziz do'stlar, biz Jizzax viloyatiga keldik. Jizzax viloyatida bir chiroyli bir seximizni ko'rsatmoqchimiz. Ko'p odamlar so'raganda, ancha yillar bo'lganda, imенно bu tema bo'yicha endi mavzu ochildi. Jizzax viloyatidagi maslajir kombinat, ya'ni kunjara va yog' ishlab chiqaradigan zavodga kelganmiz. Zavodimiz u qadar katta emas va u qadar kichkina emas, o'rta hol. Sizlarga ishlab bo'layotgan prosesni ko'rsatib boraman. Tushunmaydigan joylar kadr ortida akalarimiz bor, ko'rsatmaslikka qaror qildik. Tak, kelinglar, mana shu joydan boshlaymiz. Chigitlarimiz xlapunktdan kelib turib sexga qo'yiladi, ya'ni boyagi vijim ezg'ilanadigan joyi bor va ezg'ilanadigan joyda mana bu uzun truba bor. Kelinglar-da, mana shu joyga olib kiraydi. Tak, aka, bir kunda necha tonna dedingiz? 45 tonnagacha bor. 45 tonnagacha ob'em ishlab chiqarish imkoniyati bor. Ko'ryapsizlar, katta quvvatda, katta kuchlanishda. Bu yerda elektr energiya ham katta sarf xarajat qilinadi. Har bittasida shnek va bu yoqda mana ko'ryapsizlar, chigit tushyapti. Mana ko'ryapsizmi qanaqa chiroyli. Bu tayyor. Hech qanaqa begona o'simlik yo'q bo'lmasa begona narsa qo'shilmagan. Hozir atko'rmishni fermer xo'jaliklari uchun zo'r narsa bu. Eskidan SSR vaqtdan biz mana shuni qaynatib, o'tib, mollarni, qo'ylarni, buqalarni boqib kelganmiz. Ko'plari qidiradi, birinchi qo'l qidiradi. Kstati, narxini ham aytib o'taman. Hozir esimda borligida birinchi zavoddagi narxi kilosiga 4400 so'm. Zo'r shokolad narxi, aziz do'stlar. Qaranglar, 1, 2, 3, 4, 5 ta shnek bujimalka ishlayapti. Endi esa nariyoqqa o'tamiz, ketdik. Bu bo'ldi, kunjara bo'ldi, tayyor bo'ldi degani emas. Uni qadog'i bor va u qopga mos bo'lishi kerak. Unaqa katta shaklda bo'lishi kerak emas. Ungacha u prosesdan bu yerda akalarimiz javlon urib ishlayapti. Endi boyatdan bir kameradan qochatdi, lekin ushlab oldi, ketdik. Tak, akalar ishlayveringlar. Oba. Bo'ldi, ana ko'ryapsizlarmi? Olmang dedi. Naraq ishlayveringlar, qanaqa qilmaydi. Ko'ryapsizlar, tepadan tushib kelyapti. Aka, bitta qopda necha kilo bo'lyapti? 35 kilo bitta qopda. Qoplar tikiladi. Uje mijozga ortib berish prosesida, aziz do'stlar. Shunday ozginasidan olib berib olasizmi, aka? Meni qo'limga. Ozgina kunjarasidan. Iloji bo'lsa. Kadrga ko'rsatmoqchiman. U yoqdagi holat boshqacha, bu yoqdagi holat boshqacha. Ko'rdingiz-a? Boyaga chiqayotganda katta kusok bo'lib chiqyapti. Endi bu yoqda esa qopga pressovni holatda, imенно mana shunaqa holatda kelib tushadi. Chunki shnek buni mayda holatga olib kelib, solishga ham udobni, qoplashga ham udobni. Va nima desam mumkin, joy ko'proq ana qilmaydi, egallab olmaydi. Tak, endi esa keyingi proses, bu hamma mahsulotlardan qanaqa tovar chiqadi? Uni ko'ramiz. Qani ketdik. Import eksport bo'lgani uchun bu yerda bunaqa katta prom zonalarda обязательно vetka bo'lish kerak, ya'ni poyezd vagonlarda mahsulotni olib va olib kirib chiqish uchun udobno bo'lish kerak. O'shaning uchun bu yerda vetka ham bor. Bu nimaga bu gapni aytyapman? Vetka degandan keyin miyaga sразу kelishi mumkin. Importyorlarimiz bor. Ular asosan katta ob'emda ish qilishadi. Ya'ni furada emas, balki bitta vagon o'ziga 70 tonnagacha mahsulot olishga qobiliyatiga ega. O'shaning uchun, пожалуйста, Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston, yana qanaqa davlat, Qirg'izistonlarga boyaga prosesni ko'rsatdim, yana ko'rsataman. Moylarni уже furada olib chiqib ketyapti. Ya'ni bu sizni talabingizga qarab. Zavod kunlik davomida 40 tonna, 45 tonnagacha mahsulotni perrabotka qilishga qobiliyatiga ega. Shunaqa aziz do'stlar. Endi tayyor mahsulotga o'tamiz, ketdik. Tak, yana bir narsani aytaman. Furalarimiz uchun alohida tarozi bor. Bilasizlar, tarozi ham ko'chada pul. Bu yerda taroziga tortib olib chiqib ketishadi. Yana bitta fishkasi bor bu joyda. Faqat ishlab chiqarish emas, balki qo'shni viloyatlarga taalluqli, tadbirkorlarimizga taalluqli meva, xo'l meva va poliz ekinlarini saqlash uchun kattakon marazinligimiz ham bor, xolodilnikimiz ham bor. Aka, qancha ob'em ketadi?
300 tonna bemalol mahsulot saqlasa bo'lar ekan. Elektr energiyadan muammo yo'q, chunki bu biz promzonada turibmiz. Где-то 2-3 kilometr naryoqda BYD va Kia kompaniyalari joylashgan. Qani ketdik. Pauza. Tak, biz qadoqlab ishlab chiqaradigan joyga keldik. Bu yerda qadoqlab уже tak mahsulotni ko'rsatdi. Tayyor mahsulotni ko'rsatdi. Bu Qirg'izistonga chiqib ketadi. Bilasizlar, O'zbekiston eskitdan to'ylarimiz paxta yog'siz o'tmaydi. O'shaning uchun tavsiya qilib qolaman. Tak, buni eng zalotoy mana ichida 4 ta bo'ladi. Buni eng zalotoy joyiga kelyapmiz. Eng zalotoy joyiga bu yerda mehnatkash kenaylarimiz bor. Ozgina. Tak. Mana bu hozirgi chiqqan holati filtratsiyadan chiqib, mahsulot go'st standartdan sertifikatiga ega. Tak, buni o'zi 4,2 kilo bo'ladi va 82 ming so'm ekan. Bu ishlab chiqarish birinchi qo'l optoviy narx, ya'ni zavoddan chiqadigan narx. Ko'ryapsizlar, protsessni xalaqit qilmaymiz. Qani ketdik. Tak, aziz do'stlar, menimcha men sizlarga yetarli ma'lumotni berdim deb o'ylayman va orada bir dronda ham kichkina syomkalar qildim. Ya'ni siz qaysi zavoddan qanaqa mahsulot olib ketayotganingizni vizualni ko'rishingiz uchun. Aziz do'stlar, obuna bo'lishdan charchamanglar, like bosishdan charchamanglar. O'z fikrlaringizni izohda qoldiringlar, nomer qoldiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.